Masala shartiga ko'ra bizga bir tekis zaryadlangan cheksiz ikkita katta plastinkalar berilgan. Ulardagi zaryad bir tekis taqsimlangan. Birinchi plastinkadagi zaryadning sirtsichligi sigma 1 ga, ikkinchisidagi esa sigma 2 ga teng. Cheksiz plastinkalar atrofida bir jinsli maydon hosil bo'ladi. Demak, bu plastinkalar orasidagi maydonni ham bir jinsli deb hisoblaymiz va uning ixtiyoriy nuqtasida elektr maydon kuchlanganligining qiymati bir xil bo'ladi va bu elektr maydon kuchlanganligining qiymati har bir plastinka elektr maydon kuchlanganliklarining vektor yig'indisiga teng bo'ladi. Bu birinchi ifodamiz bo'lsin. Keling o'sha y ning qiymatini aniqlaylik. Plastinkalar orasidagi ixtiyoriy bitta nuqtani tanlab olamiz, chunki ixtiyoriy nuqtada y bir xil. Keling mana bu A nuqtani tanlab olaylik. Birinchi plastinka elektr maydonining A nuqtadagi elektr maydon kuchlanganligi o'ng tomonga qarab yo'nalgan bo'ladi. Va uning qiymati y1 barobar sigma 1 2 epsilon 0 ifoda yordamida aniqlanadi. Ikkinchi plastinkaning elektr maydonining A nuqtadagi elektr maydon kuchlanganligi chapga yo'nalgan bo'ladi. Va u sigma 2 epsilon 0 ifoda yordamida aniqlanishi mumkin. Ko'rinib turibdi, A nuqtadagi har bir plastinka tomonidan hosil qilingan elektr maydon kuchlanganligi qarama-qarshi yo'nalgan. Shuning uchun natijaviy elektr maydon kuchlanganligini y barobar y1 minus y2 yoki y2 minus y1 ko'rinishida yozishimiz mumkin. Ya'ni kattasidan kichigiga ayirib qo'yiladi. Qaysi bir kattaligini bilish uchun formulaga e'tibor beramiz. Mana u y ning qiymati zaryadning sirtsichligiga bog'liq. Masala shartiga ko'ra sigma 2 sigma 1 dan katta. Demak, y2 y1 dan katta. U holda natijaviy maydon kuchlanganligi y2 minus y1 ga teng bo'ladi. Bu to'rtinchi ifodamiz bo'lsin. To'rtinchi ifodaga ikkinchi va uchinchi ifodalarni olib kelib qo'yamiz. Y barobar sigma 2 epsilon 0 minus sigma 1 2 epsilon 0. Bu yerda epsilon muhitning dielektrik singdiruvchanligi deyiladi. Bizda muhit haqida aytilmagan, ya'ni havo yoki vakuum deb qaraladi va u holatda bu 1 ga teng. Vakuum uchun. Epsilon 0 esa elektr doimiysi 8,85 ko'paygan 10⁻⁻12 farad taqsim metrga teng. Bu 5-chi ifodamiz bo'lsin. 5-chi ifodani yana ham soddaroq ko'rinishda yozib qo'yamiz. Bu 6-chi ifodamiz bo'lsin. Demak, y2 y1 dan katta bo'lgani uchun natijaviy elektr maydon kuchlanganligi plastinkalar orasida chap tomonga qarab yo'nalgan bo'ladi. Chap tomonga qarab yo'nalgan. Keling, buning potensiali, birinchi plastinkaning potensiali F1 ga, ikkinchi plastinkaning potensialini F2 ga teng deb olamiz. Va potensiallar farqini aniqlashimiz uchun bir
biz koordinatalar o'qini kiritamiz. Keyin x o'qi elektr maydon kuchlanganligining yo'nalishida, ya'ni chap tomonga qarab yo'nalgan bo'lsin. Elektr maydon kuchlanganligi Y va potensial orasida quyidagi munosabat mavjud. Y barobar minus d phi taqsim dx. Bundan d phi ni topamiz. Minus y dx. Bu bizning 7-chi ifodamiz bo'lsin. 7-chi ifodaga 6-chi ifodani olib kelib qo'yamiz. Demak, d phi barobar minus sigma 2 sigma 1 2 epsilon 0 dx. Bu ifodani integrallaymiz. Demak, d phi 2 dan phi 1 gacha o'zgaradi, chunki x o'q bo'ylab phi 2 so'ng phi 1 bo'lsa, dx esa 0 dan plastinkalar orasidagi masofagacha. Masala shartida plastinkalar orasidagi masofa d ga teng deyilgan. Demak, x 0 dan d gacha o'zgaradi. U holda bu ifodaning chap tomoni phi 1 minus phi 2 barobar minus sigma 2 minus sigma 1 2 epsilon 0 d ga teng bo'ladi. Bu 8-chi ifodamiz bo'lsin. Bizdan so'ralayotgan narsa ulardagi plastinkalardagi potensiallar farqi hisoblanadi. Potensial elektr maydon kuchlanganligining yo'nalishi bo'ylab kamayib boradi, ya'ni elektr maydon kuchlanganligi chap tomonga yo'nalganligi uchun phi 1 kichkina phi 2 dan bo'ladi. Ular biz potensiallar farqini topishimiz uchun, potensiallar farqi yoki kuchlanish, biz phi 2 dan phi 1 ni ayirib qo'yishimiz kerak. Bizdan so'ralayotgan narsa mana phi 2 minus phi 1. Bu holda 8-chi ifodadagi phi 1 minus phi 2 ni joyini almashtirsam, tenglamaning o'ng tomoni quyidagi ko'rinishda yozib olinadi. Bu biz topishimiz kerak bo'lgan plastinkalar orasidagi potensiallar farqi hisoblanadi. Bu 9-chi ifoda. Bu 9-chi ifodaga masala shartida berilgan son qiymatlarni qo'yib, bu kuchlanishning son qiymatini aniqlashimiz mumkin. Demak, potensiallar farqi U masala shartida sigma 2 0.5 mikrokulon taqsim metr kvadrat deyilgan. Sigma 1 0.2 10 darajasi minus 6 kulon taqsim metr kvadrat. Plastinkalar orasidagi masofada 1 cm 10 darajasi minus 2 metr. Bu son qiymatlarni 9-chi ifodaga olib borib qo'yamiz. Sigma 2 0.5 10 darajasi minus 6 minus 0.2 10 darajasi minus 6 2 8.85 10 darajasi minus 12 ko'paygan 10 darajasi minus 2. Bu hisob kitoblarni amalga oshirib, U barobar 170 volt ekanligini aniqlaymiz.